Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 83 soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor efendim bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilgan kuni va boshqa masalalar degan temada suhbat qilishimiz. Suhbatimizga xush keldingiz Salih Xudoyor efendim. Hoş bulduk, rahmat. Rahmat. Men bu programmaga kirish so'z qilish niyatida emasman. Chunki har qitim Salih Xudoyor efendim bilan qilgan suhbatimizda agar biz astoydil bo'lsak, nurg'un bilim egallaymiz. Ushbu sababdan bu vaqtni isrof qilgim yo'q. Garchi Salih Xudoyor efendim ingliz tilida tafakkur qilgani bilan logikaligida qilsig'maydi. Muajiratdagi tor dunyomizda to'lib toshgan ajoyib g'aroyiblarga diqqat bersak, tili ravondek turgani bilan logikaga sig'maydigan quruq parang ko'p. Agar aqlga hurmat qilsak, diqqatimizni Salih Xudoyor efendimga beraylik. Marhamat. Oldi bilan Xitoy Qizil hukumati Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini cho'ng dag'dug'i bilan tabrikladi. Buningga hatto ba'zi chet el medialari qo'shilib, media o'qishni unutmadi. Ammo bugungi dunyoda Xi Jinpingning ayni chog'dagi madaniyat inqilobi davridagi uslubda kutib olinishi g'arb medialarida qiziq nuqtaga aylanib, Xitoyning haqiqiy diktator obrazi va ming yush nayrangi oshkor bo'ldi. Hukumatimiz bu saxta o'yinni oshkorlab, so'kib bayonot berdi. Ushbu so'rinda siz atalmış cho'ng taraqqiyot kayniga yoshirilgan haqiqatni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Albatta, bu kuni, bu yili, ya'ni Xitoy qirolchilarininki Sharq Turkistonning işgal qilib, andan keyin 1935-yilda atalmış avtonom rayon deb o'z tarafidan biz, ya'ni bizning xalqimizdan hech qanday bir arazlıkla elip qilgan bir iş yok. Özülleri şu Sharq Turkiston'ni Xitoyning atalmış bir partisi degan saptasini nim qilish uchun atalmış avtonom rayon deb bu atalgını mecburlab Sharq Turkistonga tangdi. Gerçi bunu tangan bilen özümü bunu bizning xalqimizningki Sharq Turkiston xalqi buni red qilganligini o'zim necha qatim ta'kidlab keldi. Masalan 1958-yilmi, 59-yildagi 58 yoki 59-yildagi axborot bayonotida va buni shu vaqtdagi AP Associated Press o'tirib qo'ydi ya. Buningki yozma shaklisini bu xabarnikini men bir necha haftalar ilgari oturup koygan temel. Belki bir aşkay burun buluşu mümkün. Ben de şu vaqtda Sharq Turkiston xalqi, yani şu Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik nasl keltirish uchun kurash qilayotganligini va atalmış avtonomiya degan narsani red qilganligini jakarladi shu xabarda chiqdi. Va shu Xitoyning kelqi qo'chaq xoin munofiqninki ismini aytib Hay münafıklıkı nima avtonom rayonning birinchi nimasi bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyetininki Seyfiddin Azizninki o'zining og'zi bilan dedi. Sharq Turkiston xalqi bu yerdagi birmunchisi buni red qildi, avtonomiyani red qildi deb. Va o'rniga ya'ni shu Sharq Turkiston Cumhuriyetini qaytadan qurishga tirishyapti deb buni xabar qildi. Shu vaqtdagi radioda va nimada shu radioning nimasini shu AP yozib xabar qilib chiqadi. Ya'ni buni biz Sharq Turkiston xalqi hech bir vaqt har qanday Xitoy hukmronligini, mayli avtonomiya orqali bulamdi, mayli boshqa tatbiq so'zlar bilan bulamdi, Sharq Turkiston xalqi izchil Xitoy ishg'oliyatini, Xitoy hukmronligini izchil red qilib keldi va davomli red qilib keladi. Buni jakarladik. Va tarixiy faktmi shu. Bu atalmış avtonomiya bizga nima keldi? Bizga shu ishg'oliyatni keldi, irqiy qiyinchilik keldi, mustamlik keldi. Boshqa narsa kelgani yo'q.
atalmış avtonomiya qilgan vaqtda Sharq Turkiston xalqi Sharq Turkistonning haqiqiy xalqi nupusi Turkiy xalqlar Uyg'ur va Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy xalqlarni qo'shgan vaqtda 90% dan ortiqdi nupusi. Nüfusning nimasi. Xitoy ishg'olchilar 49 yildan tortib shu 55-yilgacha aranda 6% egillabdi ekan. Shunchalik egillash bo'lgan. Hozir bugun qarasak, hozir Xitoy ishg'olchilar neredeyse 40 Xitoyning o'zining deyishicha 40% dan oshdi deyiladi. Ya'ni bizningki nüfusimizni acizlaştırdı, nüfusimizni nim qildi, nüfus oranimizni tushirdi Xitoy va bu atalmış avtonomiyasi bizga shu bayam deganimdek ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik va mustamlikadan boshqa narsa kelgani yo'q. Atalmış taraqqiyotlarí biz uchun taraqqiyot akagini yo'q. Shu Xitoy ishg'olchilarga, mustamlikachilarga gillam taraqqiyot akkeldi. Sharq Turkistonninki boyligini o'g'irlab 70 yilning yozi shu avtonomiyani bergandan tortib, ya'ni atalg'isini bizga atab qo'ygandan tortib Sharq Turkistonninki boyligini shu Xitoyni taraqqiyot qilish uchun ishlatib kelmoqda. Masalan, bugun qarasak Sharq Turkistonninki barliq boyliqlarini, mayli moddiy boyliqlari bo'lsin, mayli zimin boyliqini bo'lsin, mayli xalqimizning kuchidan tayinib qul qilib ularni shu Xitoyni gullantirish uchun, Xitoyni taraqqiyot qildirish uchun ham ishlatib keldi. Sharq Turkistonning to'qillam yolg'iz elektrik to'ki hozir Sharq Xitoyninki 20 ayrim viloyatida 120 dan ortiq Xitoy shaharlarini ta'minlayotdi. Necha millionlagan Xitoyninki shu zavodlarni, shaharlarni, uylardan tatib hammasini shu tok ta'minlayotgan tok shu Sharq Turkistonning tokdan kelib chiqayotgan tok bu. Sharq Turkistonninki gaz, nefit hammasini yana shu Xitoy o'zini gullantirish uchun ishlatyapti. Bizning xalqimizni qul qilib shu o'zini taraqqiy qilish uchun nim qilyapti. Sharq Turkiston zaten burun selishtirsak shu vaqtdagi shu 49 va yoki 55-yildagi ahvolni selishtirsak nurg'un Sharq Turkistonliklar boyti. Xitoyga nisbatan biz o kadar taraqqiyotni oldi deydik. Masalan, Xitoyninki kirib bizni qurolliq boshqa vaqtida kirgan askarlarning formallari, qurollarini qarasanglar, bizniki qaraganda nechasi ojizdi. Bizning xalqimizningki umumiy Sharq Turkistonda vaziyat qolgan chog'da nechasi Xitoyninki xalqi o kadar xarabdi. Shu bizningki boyligimizni ishlatib Xitoy o'zini gullantirdi va mustamlik orqali bizni taraqqiyot qilish emas, Xitoy uchun ham taraqqiyot keldi. Xitoy mustamlikchilar ham taraqqiyot keldi va bizga shu nomratchilik, qullikdan boshqa narsa kelgani yo'q Xitoyniki. To'g'ri. Rahmat. Bizga bu Xitoyninki avtonomiyasi amaliyotda bulab qilishdan boshqa, bizni qirib o'ltirishdan boshqa narsa ekanmidi, ammo bizningki bu muajiratdagi da'voda bir ish borki, ayni chog'da oliy avtonomiya talab qilganlarni qahramon qilib ko'rsatish va sirtdagi muajiratdagi da'voda izchil avtonomiya talab qilish, ya'ni kishilik huquq talab qilish bilan kirishib qolgan. Amaliyotda Salih Xudoyorning boyagi gapiga diqqat qilsak, nüfus nisbatini o'zgartirishda Xitoylar o'zining nüfusini 40% ga yetkazdi. Endi mush bo'yicha maqsa butun turk millatlarini qassaqmi Xitoyniki 50%ni tushib ketgandan keyin BDT'ninki qarori bo'lsin, qanday bo'lsin, umum xalqning bilet tashlashida Xitoylar ustunlikni egallagan bo'ldi. Masalan, agar hammamiz bir niyatda bo'ldik degan taqdirda Xitoylar bunday cho'ng tarixiy o'yinni o'ynadi. Shunga bu avtonomiya degan gapga kelgan chog'da u hargizmi bizning millatning, bizning vatanning, davlatning manfaati uchun bo'lgan bo'lmaydi. Har qanday vaqtda bilmaymiz iqtisodiyotdagi niyati to'g'ri deb o'ylasakmi xato bo'ladi bu shu nuqtadan. Hamda 1-oktyabr Qizil Xitoyning hokimiyatga chiqqan kuni, mundaqcha aytganda Xitoy chapon almashtirgan kun. Bu
bu to'g'riliq siz 2 oktyabr 2 oktyabr kuni Tunji Pochta gazetida e'lon qilgan Sharqiy Turkistondan Tibetgacha Xitoyning 76 yillik mustamlika hokimiyati degan temadagi maqolangizda maqolangizni e'lon qildingiz. Bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Xo'sh, aslida bu 75 yillik bo'lish kerakda, lekin shu Tunji Pochtaniki nimalari Xitoyninki 76-yil kommunistning hokimiyatga kelish 76-yillik bilan shunda nimasini o'zgartiribdi, ammo umumiy qarasangiz, men shu 75 yillikning yozi Xitoyninki shu Sharqiy Turkiston va Tibetdagi ishg'oliyati haqida va mustamlikasi haqida yozgan edim. Anda to'g'rilaymi deb nima qildi. Chunki Xitoyninki Sharqiy Turkistonni rasmiy mustamlik qilib ishg'ol qilganiga 75 yil bo'ldi. 75 yil hamda 12 aydan keyin 76 yilga kirgan bo'ladi. Buni tushuntirib qo'y. Undan aniq dedim, Xitoyninki bu 49-yilda kommunistlar shu ishki urushini tugatib, shu nima Xitoy kommunistlari Kuomintang, ya'ni Xitoy millatchilar ustidan g'alaba qilib hokimiyat almış bo'ldi bu yerda. Ammo bu hokimiyat almış bilan birla almashgandan keyin Xitoy boshqa mustaqil davlatlarga tajovuz qilishga boshladi. Masalan, 10-ayning 12-sida Xitoy atalmış Xalq Cumhuriyeti qurilgandan keyin kommunistlar e'lon qilgandan keyin hokimiyat almış turib Sharqiy Turkistonga tajovuz qilganligini va 12-ayning 22-kunida Sharqiy Turkiston mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini majburiy ag'dirib tashlab, o'zininki aşağıdaki işg'oliyat hukmronligini rasmiy ijro qilishga boshlaganligini va undan bir yil qarmay Tibetga tajovuz qilganligini va Tibetni ishg'ol qilganligini va 59-yilda Tibetninki hukumati ag'darilganligi haqida va shu Xi Jinpingninki yaqindan yozib berib ham Tibetga borgan ziyorati 60 yillik atalmış Tibet avtonomiyasini sapsatini silishga va atalmış Uyg'ur avtonomiyasini sapsat qilish uchun Sharqiy Turkistonga ziyorat qilganligini va bu faqatla Xitoyninki shu o'zining hukmronligini mashrulashtirish uchun, ishg'oliyatini, mustamlikasini mashrulashtirish uchun va bu millatlar, ya'ni mayli Sharqiy Turkiston xalqi bo'lsin, mayli Tibet xalqi bo'lsin, buni qarta epirayotgan irqiy qirg'inchilikni, zulmi to'xtamaydiganligini, hatto aksicha davom qildiganligini, agar xalqaro buningga qarshi turmasa, buningga davom qildiganligini ifodalaganligini va Xitoyninki Sharqiy Turkistonni, Tibetni ishg'ol qilishi yolg'iz shu zamondagi ishg'ol ostidagi davlatlarningki xalqi va shu davlatlarningki mavjudligiga xiris emas ekanligini, aksicha umumiy shu Sharqiy Turkiston, Tibet bilan qo'shni davlatlar, bo'libmi O'rta Osiyo davlatlari va Janubiy Osiyo davlatlari, masalan, mayli bu Afg'oniston bo'lsin, Pokiston bo'lsin, Hindiston bo'lsin, shularningki bexatarligiga va egilik huquqiga ig'ir ziyon keltirganligini o'tirib qo'ydik va buningga bu sukut tutmasligini va Sharqiy Turkistonninki, Tibetninki mustaqilligini asliga keltirish uchun kurashlarga yordam qilishini zarur ekanligini ifodaladim. Bu maqolangizni nihoyatda yaxshi yozibsiz. Uningda tafsili bizningki xabar agentligimiz Fatigul xonim. Buningki siz ingliz yozgan bo'lsangiz, buning uyg'ursini tafsili qilib xabar o'qitdi. Agar biz bir logikalik, bir aqlga uyg'un fikr qilamiz desak, asos bo'yicha fikr qilishimiz kerak. Xitoyninki Sharqiy Turkiston, mayli Tibet, mayli Mo'ng'ul bo'lsin, Janubiy Mong'oliya. Bularni besib olishi hargizmi ularning degandek tarixdan ularning bir qismi bo'lishi emas, qonunsiz besib olganligini Solihuddin afandim nihoyatda o'ziniki yo'li bilan, qonuniy faktlar bilan ko'rsatib bergan.
Endi bizningki hukumatimizning xabarlarini diqqat qilsanglar, biz X'ga ko'pincha o'zimizning bayonotlarni X'da va boshqa tor o'rinlarda, Facebook'larda e'lon qilamiz. Ammo bizning xabarimizda bu xabarningki uyg'urchasi davomli og'dirilib chiqib turdi o'z vaqtida. Buningdan nurg'un narsalarga erisha olamiz. Bizningki ziyolilarimiz hozirgi kelgacha bu mantiqidagi Xitoyninki Xitoylar davomli ta'kidlaydiki, bu Sharqiy Turkiston bo'lsin, mayli Tibet, mayli Mo'ng'ul bo'lsin, bu nimaninki Xitoyninki tarixdan bir ayrilmas bir qismi deganni hamma odamning mang'isiga singdirib o'tgan, mang'isini yeb kirgizib o'tgan. Endi bizning ziyolilarimiz uni ayirib chiqib, bu bunday emas edi. Bu yerda bunday qonuniy, bunday deydigan hech qanday asos yo'q deganni ta'kidlab qo'ygan emas. Bu bizningki hukumatimiz qurilgandan beri Solih Xudo rahmatim har qattim bizning har qanday bir maqolasi yoki o'zininki bayonotida bo'lsin, bu yerdagi xalqlik qonuniy tarafini mayli BDT'ning bo'lsin, mayli xalqarалық bo'lsin va yoki boshqa qonun bo'lsin, shuni asos keltirib turib, bu zimin sening emas, bu bizning deb buni isbotlab beryapti. U quruq ochiq bilan so'zlablar Xitoy degan o'ti deb tillab qo'yganda ish bitmaydi. Gap bunga asos bo'lishi kerak. Shunga men endi Solih Xudo rahmatimningki bu maqolasini agar bilmoqchi bo'lsanglar, bizningki hukumatimizning xabaridan olsanglar va yoki X chiqib shu maqolani tafsili besib ko'rsanglar, uni to'liq tushunasizlar. Hamda uchinchisi bizning savolni 12 oktyabr Qizil Xitoy armiyasining bizning davlatimizga tajovuz qilgan kuni boy dedingiz siz. Bu bizning har bir vijdon egasining har xil faoliyat va namoyishlar bilan la'natlaydigan kunimiz. Bu kunning tarixiy ahamiyati va hukumatimizning o'rlashtirgan namoyish to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Albatta. Bu vaqtda azroq qisqacha Uyg'urcha va inglizcha mush Facebookda bir yozmani e'lon qilgandim 2 kun ilgari. Chunki meningki ko'rayotganim, masalan, shu sotsial mediadan ko'rganlarimiz bizni shu Sharq Turkiston va Uyg'urlarga vakillik qilamiz deb yarsalayotgan mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin, mayli faoliyatchilar bo'lsin, mayli bizni diniy ulamo, aqsh ko'kchi deganlar bo'lsin. Bu yolg'iz Amerikada emas, Yevropada emas, Turkiyada emas, dunyoning har qaysi yerda bir narsani takrorlayotdi. U bo'lsa bir xatolikni takrorlayverib turadi. Necha yilning yozi bu bugundan bo'layotgan ish emas. Garchi bu vaqtda necha qatim so'zlab ketdik, yana o'ziningki xato yo'lida mengaverib turadi. Biri bularning da'vatini 10-oyning biri Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan kuni yoki Xitoyga qo'shib olgan kuni deb shunda xato Xitoyga moslashib aldı. Mayli bilib qilsin, mayli bilmay qilsin, Xitoyninki ta'tir tashviqoti, ya'ni Xitoyninki sapsati azaldan bizningki Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi va yoki Sharq Turkiston Cumhuriyetininki milliy ozodlik, milliy mustaqillik inqilobi 40-yillar deb bergan inqilobni Xitoy nima deydi? Atalmış 3 viloyat inqilobi va Xitoyninki qo'mondonlik qarshi berayotgan ichki urushning bir qismi deb bekitdi-ku. Ya'ni bu Sharq Turkiston shu 10-oyning birida bular hokimiyat almashdi-ya, Xitoy kommunistlar bilan nimalar. Shu vaqtda biz shu bu yerga hukmronlik qilgan to'q degan sapsatini selayotdi Xitoy. Va buningga moslashib bizningki mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, mayli ziyolilarimiz bo'lsin, mayli nimalar bo'lsin. Bu qarsanglar nurg'unlarningki bular bilmaydi emas. Bu bilmaydi desa, nima uchun da'vo qilyapti bunda bo'lsa? Bilmagan narsaga nima uchun da'vo qildi deb so'rash kerak. Buningki nurg'un ziyolilar bor. Bizni aqsh ko'kchi professor, xalqaro munosabat o'qigan, hatto qonun bu narsani o'qigan nurg'un ziyoli chaqlar bor. Shu tashkilotlarning orasida. Ammo Xitoyninki 10-oyning birida Sharq Turkistonni tajovuz emas, ishg'ol qilganti, qo'shib olganti deb ashunda jarsilayotdi. Ammo bu Xitoyning manfaatiga ham to'g'ri kerakli. U hokimiyat almış kuni. Unda desalar, bizmi burun
Xitoy hukmronlik qildi Sharq Turkistonni. Shuning uchun hokimiyat bo'ldi, hech narsa o'zgarish bo'lmadi. Shu hokimiyatlar ham o'zgarish bo'ldi. Azaldan Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi degan nimasi nim qildi. Amaliyotda tarixiy nimalarga qarasak, amaliy haqiqatga 10-oyning 1-kunida Xitoy kommunistlari Tiananmen'da hokimiyat almashtirib atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurgan vaqtida, e'lon qilgan vaqtda Xitoyniki Sharq Turkistonda hech qanday qonunlik hukmronligi yo'qdi. Qanday bo'lib o kommunistlarningki bir talma askarim yo'qdi Sharq Turkistonda. Shuning uchun u ishg'oliyat deyish xato. Chunki xalqaro qonun bo'yicha ishg'oliyat faqat shu ajnabiy, ya'ni qarshi bir tarafninki armiyasi, masalan Sharq Xitoylar bo'ladi bu yoqda. Xitoyning armiyasi Sharq Turkistonda bo'lib, ham Sharq Turkistonni o'zining kontroliga olgan bo'lib, ham shu yerga hukmronlik qila olgandan keyin, undan keyin ishg'oliyat degili bo'ladi. Ammo haqiqatda unday narsa yo'q. Faktlik qarasak, Mao Zedong'ninki buni Wilson Institute necha yil az deganda bir 10 yildan oshdi. 2014da mana shunday vaqtda o'tirib qo'yapti. Buni fakt bilan qilib to'g'ri tashlab qo'ydi. Bugun bilinmagan bo'lsa-mu, uningdan burun bilmadik desakmi, 2014dan keyin darajalilarimiz bor, bu tadqiqot qilganlar buni qaramay nima ish qiladi. Uni o'qish kerakdi. U yerda nima deydi? Mao Zedong bilan nimaninki Stalinninki nimasi bor, askariy nima shu Xitoy kommunistlarniki, Xitoy tajovuzchilarininki atalmış Xalq ozodlik armiyasiniki Sharq Turkistonga tajovuz qilganlik haqida doklad berdi. Mao Zedong Stalinga. Uningda aniq deydi. 10-oyning 12-kuni Xalq ozodlik armiyasi, Xitoyning atalmış Xalq ozodlik armiyasi Jichuan Anshi Yuman chegarasidan yadırlab Sharq Turkistonni ishg'ol qilish uchun askariy harakatni boshladi deydi. To'g'ri. Ya'ni shu kuni Sharq Turkistonni tajovuz qilgan kuni shu. Bir resmiy ishg'ol qilgan kuni 12 ayning 22 kuni Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini resmiy ag'dirib va Sharq Turkistondagi eng oxirgi borgan yeri Xitoy atalmış ozodlik armiyasininki tajovuz qilgan yeri va ishg'ol qilgan zimini Xotenda shu yerda 12-ayning 22 kuni shu yerga yetib berib, shu yerda nim qildi. Ammo u yerda qarshilikqa yuz berdi. Shu yerdagi xalqimiz yana Sharq Turkiston Cumhuriyetini qaytadan asli keltiramiz deb Xitoy tajovuzchilariga bilan urushdi necha kun. U faktlar. Va u Xitoyninki Mao Zedongninki nimaga bergan doklad edimi? Stalinga bergan dokladi. Bu tajovuzni boshlamaylam qarshilikqa duch keladi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqi qarshilik davomli izchil qarshilik keldi. Buni bilishimiz kerak. Agar biz xatolik bilan 10-oyning 1-ni, ya'ni shu ketaversak, shu Xitoyniki bu bir hokimiyat almashgan nimasi amaliyot shu. Biz uningdan burunmi Xitoylar Sharq Turkistonga hukmronlik qildi. Bular yargiz mustaqil bo'lmagan. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan bir narsa yo'q. Almış 3 viloyat inqilobi, Gomindanga qarshi urushimizda bir partisi deb ashunda satlarni rast qilib bergan bo'lamiz. Shuning uchun buning bu kunda agar la'natlaydigan bo'lsin, buning bu kunda namoyish qiladigan bo'lsa, shu Xitoy kommunistlarininki shu hukmronlikka chiqqan qarshi namoyish qilsak bo'ldi. Uningda masalan Tibetliklar bilan boshqalar bilan birlashib namoyish qilsak bo'ldi. Ammo o'zimiz yolg'iz namoyish qiladigan shakl bo'lsa, shu 10-oyning 11-sida, 12-sida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston zaminiga tajovuz qilganligining boshlanganligini la'natlash uchun bugungi davom qilayotgan mustamlika irqiy qirg'inchilik va
ishg'olga qarshi shu kunni shunga la'natlash uchun, shuni qarshi turish uchun shu kunda namoyish qilsak bo'ldi. Shu kunda namoyish qilishimiz kerak. Ishg'oliyat qarshi namoyish qilamiz desak, rasmiy makin ishg'ol qildi desak, shu 12-oyning 22-kuni rasmiy ishg'ol boshlangan kuni shu. Xalqaro qonunlarningki o'lchamlarining bo'yicha. Buni bilishimiz kerak. Bo'lmasa, yana shu 10-oyning 1-ni Sharq Turkistonni Xitoylar ishg'ol qilgan kuni deb o'ttirsak, o'zimizningki egilik huquqimizni, o'zimizningki mustaqillik masalasini asli keltirish da'vosimizni ziyon solib qo'ygan bo'lamiz. Chunki Xitoyningki hokimiyat almashishga moslashib qolgan bo'lamiz, hokimiyat almash kuniga va Xitoyningki doim sapsatdi azaldan tortib bu Sharq Turkistonning Xitoyningki bepochisi, uningdan burunmi biz Xitoy hukmronlik qildik degan yolg'on tashviqotiga, yolg'on propagandasiga o'ynab qolgan bo'lamiz. Shuning uchun buni bilish hammamizning majburiyati. Da'vo qilsak, da'vo chimen deydigan bo'lsak, mayli ziyolilar bo'layli, mayli avom xalq bo'layli, mayli bo'lib tashkilotlar bo'layli, to'g'ri narsani da'vo qilishimiz kerak. 70 yilning yozi, 75 yilning yozi qilinib kelayotgan da'vo shu Xitoyningki siz qilgan nimasi, shu avtonomiya da'vosi, Aqchiko'kchi da'vosi, u bizning da'vosi emas, Sharq Turkistonning da'vosi emas. Shu Xitoyningki ishg'olchilarninki qilayotgan da'vosiga moslashib qolgan bo'lamiz. Undan burunmi, masalan, birinchi Cumhuriyet davrida bo'lsin, mayli ikkinchi Cumhuriyet davrida bo'lsin, mayli shu Cumhuriyetning oralig'idagi epirayotgan milliy mustaqillik kurash jarayonimizda bo'lsin, u vaqtda shu Xitoylar milliy mustaqillik harakatimizni burmalash uchun yana shu Sharq Turkistonni Xitoyningki hukmronlikka ishg'oliyatida ostida tutish uchun va shuni moya qilish uchun xalqaroni o'ynab kelgan o'yinlarni bilamiz. Masalan, Iso ba'zi o'zini da'vogar deb olgan munofiqlarniki Iso Yusuf olib degan xoin munofiqni liderimiz, ulug' doimiz deb tashviq qiladi-ku. Uningki shu Xitoylar ruxsat bergan. Dalil pakti bor o'tirdi. Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi shu avtonomiya degan nimasini shu o'tirib qo'ygandi. Chunki Xitoy bir narsani nim qilish kerak. Agar u yolg'on avtonomiya demasmi, umumiy xalq yana shu mustaqillikka ketadiganligini biladi. Shuning yana shu Sharq Turkistonni Xitoyningki ishg'ol ostida tutish uchun bir qismlarini yoki shu Xitoyningki ishg'oliyatida hukmronlikka moya qilish uchun shu atalmış avtonomiya da'vosini o'tirib qo'ygan Xitoylar. U vaqtda birinchi Cumhuriyet davrida mustaqilligimiz e'lon qilingan vaqtda Iso nima deydi? Iso Nanjing deydi. Nanjingda nima ish qilyapti? Nanjingda yoki Nanjing deydi. Nanjingda nima ish qilyapti? Nanjingda Xitoy mudofaa ministrligininki nima chigir rayonlar bo'limininki oliy maslahatchi sifatida vazifa qilgandi. 1932-yili bu vazifani olgandi. O'zininki kitobida, 85-yilda yozgan kitobida bu nima bor? Va birinchi Cumhuriyet e'lon qilinganini amallam Xitoylar buningga shu Gomindan va Xitoyningki shu milliy mudofaa ministrligi buningga vazifa berdi. Atalmış Çinli Turkiston jurnalini chiqarib Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi turish maqolalarini yozdirdi uningda. Uni nima deydi? Sharq Turkiston Cumhuriyeti ingliz tilining o'yini, Xitoyni parchalash uchun ingliz tilining chiqargan o'yini, bular inglizlar bu orqali bu Xitoyni parchalab Sharq Turkiston Cumhuriyetini qo'llash orqali Osiyoga, yolg'iz Sharq Turkistonga emas, Osiyoga xristian dinini tarqatmoqchi degan maqollar bormi buni xoinninki. Ikkinchi Cumhuriyet davrida qanday bo'ldi? Zhang Zhujiangninki ikkinchi Cumhuriyet mustaqilligini e'lon qilib, Sharq Turkistonninki zo'r 5dan 1 qismini ozod qilib va tamoman Sharq Turkistonni ozod qilish uchun askeriy harakat olib borayotgan chaqda Zhang Zhujiang bu 3 apandilarni bu Iso boshchilik 3 apandilarni so'rab keladi.
ve atalmışlık suli devri buludu ya. Urus Sovyetlarniki mecburluğa. Şu vaqtda bular qaysi tarafda turdi? Şu Gomindanning tarafida, Xitoyning tarafida turib, Sharq Turkiston Cumhuriyatiga qarshi turdi. Mayli bizniki ba'zi munofiqlar deydi, ular kommunistni aqchi ko'kchi tip ko'kchipdi. Nima bo'lib ketishidan qat'iy nazar. Mayli kommunist bo'lib ketsin, mayli boshqa narsa bo'lib ketsin, u seninki davlating. Sharq Turkiston Cumhuriyati degandan keyin u sening davlating. Agar uni hokimiyatni yaxshi tutmasan, keyin o'ngshivag'ili bo'ladi. Ammo Xitoy tajovuzchilar bilan, ishg'olchilar bilan, mustamlikachilar bilan, imperialistlar bilan birlashib, o'zingninki millatingga, o'zingning davlatiga qarshi turishing kechirilmaydigan bir jinoyat, xoinlik. Uni hech qanday yo'l bilan aqlag'ili bo'lmaydi va buni aqlayotganlarmi shu dal shu burun xoinlik shularning yo'lida manganlik uchun aqlash uchun tirishdi. Buni bilishimiz kerak. Aziz qarindoshlar, shuning uchun bizningki to'g'ri da'vo qilamiz deydigan bo'lsak, agar biz haqiqatan Sharq Turkistonning mustaqilligini keltirish uchun da'vo qilamiz deydigan bo'lsak, to'g'ri da'vo qilishimiz kerak. 10-oyning 12-kuni ham dunyoning har qaysi joylarida mayli qanchalik bo'lsak, mayli yolg'iz bir kishi bo'lsakmi, shu o'z turishlik davlatimizningki bizga panohlik bergan davlatlarningki mayli tashqi ishlar ministrligida oldida bo'lsin, mayli parlamentning oldida bo'lsin, hech bu ishkilis bo'lmagan taqdirdami adam g'o'lyada bu Xitoyningki Sharq Turkistonga tajovuz qilganligini la'natlash, nafratimizni bildirish uchun va irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatga hargiz bo'ysunmaydiganligimizni va xalqaroningki bu ishg'oliyatni, bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikaga qarshi turish uchun chaqiriq qilishimiz kerak. Talablarimiz nima bo'lishi kerak? Biri Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishini talab qilishimiz kerak. Bizning mustaqilligimizni aslo keltirishimizga xalqaro qonun bo'yicha o'z taqdirini o'z belgilash, tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqini, huquqlarini qo'llashga va mustamlikani oyoqlashtirish qonun bo'yicha bizningki Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlikasini oyoqlashtirish uchun bizning haqlarimizni, harakatlarimizni qo'llashini va bizningki bu irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatni to'xtatish uchun, ya'ni bu kuchi bu Xitoyningki Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va undan keyin Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligini bugungi tortayotgan mushu irqiy qirg'inchilikninki tip yiltiz ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va bizning birdan bir qutulish yo'limiz mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatini asli keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Buni har birimizning majburiyatimiz. Buni qilmagan taqdirdami ojiz keldik, nima bo'lib qoldik desakmi, eng oz deganda tor orqali bo'lsinmi? Xudamda tor orqali bo'lsin, bu xatar kunni teşvik qilib 76-yillik bo'ldi. 76 yil burun makini Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilib olgandi deb bir muncha xalqimiz shundan ham qilib ketib bordi ya, bilib bilmay. Biz to'g'ri kunda nima qilishimiz kerak? To'g'ri kunda shu Xitoy 76 yil burun 10-oyning 12-kuni Xitoyning atalmış xalq Cumhuriyeti Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirdi va bu tajovuzdan keyin shikaydikin mustaqil davlatimizni ag'dirib bugungi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlikaga yo'l ochdi. Bizning birdan bir qutulish yo'limiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish deb shunda sosyal medyada qaysi davlatda bo'lsak shu davlatning tilida shuni chiqarishimiz kerak. Mayli Twitter orqali bo'lsin, Instagram orqali bo'lsin, Facebook orqali bo'lsin. Rahmat. Bizningki bu qatim o'rlashtirgan namoyishimiz bormi deyman? Albatta, bizningki oldimizdagi kelar yakshanba kuni Amerikaningki Oqsaroyning oldida shu 10-oyning 12-kuni yakshanba kuni soat 1 dan 3gacha namoyishimiz bor. Shu namoyishga shu Amerikadagi bo'lib shu Virginia, Maryland, DC atrofidagi qarindoshlarniki vaqtinglarni chiqarib
qatnashib turishinglarni talab qilamiz. Bu kuni yakshanba kuni ko'pinchamiz dam oladigan kun. Shuning uchun majburiyatinglarni, insoniy birinchilab insoniy majburiyatinglarni, ikkinchidan Sharq Turkistonlik bo'lgan majburiyatinglarni ado qilishga chaqiriq qilamiz. Rahmat. Biz bu da'vo qilamiz, kurash qilamiz, inqilob qilamiz deb o'tirib chiqdik. Buningga bizga bir sap vijdon ketadi va sap aql ketadi. Bizningki ziyolilarimizning, atalmish ziyolilarimizninki boshlab mang'ini bo'yicha xato qahramonlarni qahramon qilib tutilib, xato tarixni tarix deb bilib, uningga ergishib, ortiqdan ortiq hayajonlanib yursak xatolashgan bo'lamiz. Demakchi o'g'lim, masalan, uch apandini kimlar ko'taryotdi? Nima ish ko'taradi? Uch apandini ko'targanlar nima ish sabit tomondan ko'tarmaydi? Nima ish uch viloyat degan gap davomli chiqadi? Nima ish bizning ichki jumhuriyat o'ttirga chiqmaydi? Biz ta hozirgacha hukumatimiz mushuni bo'lib Saloh tarafdan to'liq ta'kidlab, to'liq o'ttirga chiqib, Isa Yusuf olib degan xato yo'lda mangan, bu bir xoin edi dedi va uni tarixiy isbotlab o'ttirga chiqdi. Ammo biz diqqat qilsak, xalqimiz shu bizningki muajiratdagi Uyg'urlar orasida uch apandini alohida yuksak bir nima bilan ko'tarish, ularga yel berish, kitoblarni yozib chiqish va bizningki xalqimizga bular mustaqilchi degan bir hukmni xalqning kallasiga qo'yishga tirishadi. Endi yaxshi o'yinni baqaylik qarindoshlar. Agar ular qahramon bo'lsa, ular to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, Sobit Damollaning yo'li qanday bo'ladi? Siz hozirgacha Sobit Damolla to'g'risida chiqqan bir kitobni va uning bo'layotgan tashviqotni ko'rdingizmi? Bu yo'ldan o'ylab baqaylik. Vatanni suydikanmiz, to'g'ri yo'lda söyle, aqlimizni ishlataylik, gaplarimiz mantiqiy bo'lsin. Hamda yana qiziq nuqta, Sharq Turkiston Islom partiyasiningki Suriyadagi askarlarning bir bo'ligi Afg'onistonga yetkazilib, Xitoy xavf shakllantirayotganligi to'g'risida xabar chiqib o'tirgan. Bu xabar qanday qaraysiz? Bu ikki mazkur xabar yaqinning yozi birinchisi shu 9-oyning 30-kuni Atlantic Council deb bir think tank aql ambiri desek bo'ladi. Bo'libmi nurg'un davlatlarga, mayli bu davlatlar Amerika bo'lsin, Avstraliya bo'lsin va yoki boshqa g'arb davlatlariga bo'lsin, shularga aql ko'rsatadigan yoki tavsiya bilan nim qiladigan shularga material tayyorlab beradigan aql ambirlaridan biri mandaq bir nima e'lon qildi. ISIS, ya'ni atalmish islom davlati quramiz deydigan butun dunyoga tanilib ketgan bir tashkiloti bor ya. Shular yangi do'stlar izlayotdi. Ular bo'lsa Uyg'ur jihatchi guruhlari va u maqolaning tafsilotiga chiqsanglar, da'vatqini bu Uyg'ur jihatchi guruhlar shu buni bilan birlashib islom xilofatini yaydi O'rta Osiyoga, shuni yaymoq uchun harakat qilmoqda. ISIS buni Uyg'urlarni o'zining sepiq qatish uchun nurg'un tashviqotni beryotdi va buningmi boshqalar mayl kelyapti deb shunda bir suiqasd nazarini oldidan selish uchun bir narsani yetibdi. Bundan keyin 2 kun qolmaylam 10-oyning 1-kuni diplomatda bir analiz üzerine nima deymiz Uyg'urchada biznesini ko'rib chiqadigan kishi tadqiqotchi deyiladi. Tadqiqotchining birisi, o'zini tadqiqotchi degandan birisi. Yani maqola e'lon qildi. U bo'lsa Turkiston Islom partiyasi nimaga O'rta Osiyoga va Janubiy Osiyoga tehdit yurib kelmoqda. Bular Afg'oniston talabalar bilan kurashib va Suriyadagilarmi bularni asta-asta chiqarib o'tishga nima qilyapti? Buni shu Afg'onistonga yana qaytarib kelib, shu yerda O'rta Osiyolikniki, O'rta Osiyo jumhuriyatlarininki va shu
Janubiy Osiyo davlatlariga tehdit solmoqchi, nishoni islom davlati va yoki islomiy xilofat qurish degan bir nim qilibdi va uning ichida bularni atalmış Sharq Turkiston bularni shu Sharq Turkiston mustaqillikka vakillik qiladigan guruh deb ashunda tashviqotlarni, ta'tir tashviqotlarni Xitoyga mayl ta'tir tashviqotlarni o'tirib qo'yapti. Buning qarta biz vaqtida hamda bir kechikib nim qildik. Radya badoq. Yasimizda bu ta'tir tashviqot shu Xitoy uchun ham foydali tashviqot ekanligini va asossiz ekanligini, Sharq Turkiston xalqininki Xitoy tajovuzchilaridan boshqa, Xitoy ishg'olchilaridan boshqa hech qanday shaxs, guruh, davlat yoki hech qanday kishilarninki manfaatiga ziyon kelmaydiganligini va bizning davosimiz atalmış islom xilofatini qurish emas, besilib olgan, ishg'ol ostida mustamlik qilgan davlatimizni azod qilib Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asli keltirish ekanligini o'tirib qo'ydik va bu tashkilotlarninki ideologiyasi, ya'ni tashviq qilayotgan nimalari bizga hech qanday Sharq Turkiston xalqininki nimasiga hech qanday vakil qilmaydiganligini va buni tamoman Sharq Turkiston xalqi buni tamoman rad qildiganligini aytib qildik. Xo'sh, buni nima uchun chiqaryapti desak, buni bu vaqtda tafsiliy bayonotimizni ichimidik, ammo men hozir so'zlamoqchi. Xitoy uzundan beri Sharq Turkiston mustaqillik harakatini, ya'ni bizning haqliq mustaqilligimizni asli keltirish davosimizni tishiga bog'lash uchun, xalqaralashib ketishning oldini olish uchun va boshqa davlatlarninki xalqaralığınki qo'llamaslikka qilish uchun nurg'un suiqasdlarni o'ynab ketdi. Bo'libmi 1996-yildagi 77-chi Xitoy Kompartiyasining 7-chi dokladidan keyin bu o'yin boshlandi. Va O'rta Osiyodagi eppirildigan, planlanayotgan qurolliq milliy inqilobimizni tusash uchun Xitoy bu 7-chi dokladni e'lon qiliblam tutish buyruq chiqadi-ku. Atalmış milliy bilginchilikka zarba berish degan nimasini. Shu vaqtda nurg'un atalmış milliy bilginchilarni, ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qildigan va yoki shunga moyil bo'lgan va yoki shuni qo'llaydigan nurg'un vatan suyar qarindoshlarimizni tutib turmaga tashladi. Ammo bu yerda turmaga tashladik yoki turmada uningdan burun turmada yetayotgan degan Esan Maqsumni va shuning atrofidagi monchillarni qo'yib bir 97-yilda buni qo'yib bir ular boshda Beijingga bordi. Beijingdan keyin Xitoyninki eng yaqin har qanday sharoitki muqim do'sti Pokistonga yo'llaydi. Pokistonga yo'llab pulni qanday qiladi? Shu yerda bular epirilayotgan O'rta Osiyodagi hamda midilayotgan milliy mustaqillik harakatimizni va qurolliq harakatimizni burmalash uchun atalmış islom partiyasini qurdi. Kim bilan qildi? Buni kim kutib oldi boshda? Pokiston islom partiyasi kutib oldi. Ya'ni Pokiston istixborot kutib oldi buni. Pokiston istixborot kutib shu islom partiya, Pokiston islom partiyasi orqali shu bulg'a shu tashkilotni qurib berdi, Xitoy bilan birlashib qurg'izdi. Va u yerda o'zininki tashviqot videolarini ko'rsanglar bo'ladi. Nima deydi? Esan Maqsum hozir chiqarib bersammi bo'ldi, hatto o'ynab bersanglar nima qildi? Zata Facebook'da o'zi tashviq qilib bu islom partiyasini tashviq qilgan nurg'un o'zininki nimalar bor ya, shuni nima qildi? Shu yerda nima deydi? Esan Maqsum tunji qatim Sharq Turkiston mujohidlarini chet elga hijrat qilib xalqaro mujohidlar qo'shini bilan birlashtirib, mahkam birlashtirib, xalqaro dunyo kofirlariga jihad qilishni uchun chiqdi deb andanim qildi. Ya'ni Xitoy nima deyapti? Bular shu xalqaro tilga bog'liq deb o'yinni o'ynaydi ya. Xo'sh, u yana boshladi. Keyin 1998-yili 2-oyda tunji qatim Pokiston
Xitoy istixboroti va Talibanlarning istixboroti Kabulda yig'in ochdi, kurashma qiladi. Shu yerda Talibanlarningki bosh qo'mondoni Mulla Umar nima deydi? Biz Afg'oniston zaminini Xitoyga har qanday Xitoy uchun epirilgan har qanday qarshi harakatlarga, qarshilik hech qanday nimaga ruxsat qilmaymiz deydi. Ruxsat qilmaymiz deb bir necha oydan keyin Pokistondagi atalmış İslam partiyasini Kabulning yaqiniga yetkazdi. Va shu yerda ular kim bilan seplab qo'ydi buni? Shu Al-Qoida degan bilan seplashtirdi. Va shu yerda yana shu tashviq qildi. Biz dunyo kofirlaridan ozod qilish kerak. Millatchilik dinimizga qarshi oqchi-ko'kchi Alloh seni islom uchun nima Sharq Turkiston uchun kurash qilding demaydi, islom uchun nima ish qilding deydi deb Sharq Turkistonninki davosini shu tiyig'i bog'lash uchun tirishdi. Va qolganini hammamiz bilamiz, ko'rdik natijasini qanday bo'lganligini. Endi o'ynayotgani, endi bu Al-Qoida asosiyatini tugdi, oqchi-ko'kchi degan gaplar bo'lar ya. Hozir eng mashhuri butun dunyo qo'rqiydigini shu ISIS bo'lganlik uchun endi pirilayotgan uyan ISISga bog'lamoqchi. ISISga bog'lab, ya'ni bu Islom partiyasini shuliga bog'lab. Zaten uni Islom partiyasini Afg'onistondagi bosh qo'mondonligi bijnimi Damullah yoki bijnimi divagani narsa shu Al-Qoidaning shura a'zosining birisi. Uni tegichi voz kechgani yo'q. Bu tegichi Talibanlik bayat qiliqlik. Undan voz kechgani yo'q. Zaten nima qiliqlik? Buni tidab biliglik. Hamda ISISga bog'lamoqchi. ISISga bog'lab qanday qiladi? 2 yilning yozi, bo'libmi 1,5 yilning yozi diasporamizda nim suiqasd o'ynayotdi. Hammadamga besim qilib, Sharq Turkiston Islom partiyasini, Turkiston Islom partiyasini Sharq Turkiston armiyasi deb nim qilishimiz kerak. Bular haqiqatda Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun kurash qilyapti deb e'tirof qilishimiz kerak. Shuning atrofida to'planishimiz kerak deb ba'zilar bilib qilyapti, ba'zi ko'pinchalar bilmay qilyapti. Vazifalik bilib qilayotganlar bor. Shu Xitoy va Turk istixboroti va boshqa istixborotlarningki g'alchillari. Qilayotganlar. Xalqimizga mush u yerni silayotdi ya. Buni qilgandan keyin qanday qiladi? Hammamiz shuni qabul qildik deb hatto yaqinda birisi kelib, ular bizning milliy armiyasimiz deb mayada so'zildi Amerikada o'tgan hafta. To'g'ri. G'alchillari. Mashhur bir g'alchisidan birisi. Andan keyin biz buni nima Afg'onistonga yo'llab vaqangdan anda qilamiz, manda qilamiz. Ma suiqasd nazariyasi, chunki buni tushunishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu meyli bu İslam partiyası bo'lsin, meyli atalmış İslam devleti degan bu Al-Qoida yoki bu İslam xilofati degan bu ISIS'li bo'lsin, uning orqasida ma'lum istixborot tashkilotlari bor. Chunki bir davlatninki yordamisiz bular bunda pitirab turolmaydi. Agar unda pitirab qolsa, necha ming qurolliq nima beqishmi o'ylab boqinglar. Matematik chiqinglar. Pul ketadi manasiga. To'g'ri. Kim boqadi? O'zlari beqiyotgan emas. Ularga yo'lni yechib, u yoqqa kirib, bu yerdan so'rab, u yoqqa so'rash kim nima qiladi? Shu ma'lum bir istixborot guruhlarningki nimalari, pishkillari bo'lar. Ma'lum nimalar ishiltish uchun. Zaten Suriyada qanday ishlatdi bilamiz. Suriyadagi urushga, ichki urushga buni o'sha gapirib, bu necha ming Uyg'urni, 30 mingdek Uyg'urni Suriyaga qilib, yerimini o'tkazib, u 3-4 degan tamoman yolg'on. 4 mingdan 1,5 ming o'ldi deydi. 1,5 ming o'ldi tamoman yolg'on. Eng az deganda 15-20 mingdek Uyg'ur o'ldi Suriyada. Uni bog'lab qanday qildi? U yoqqa qilib, Xitoy bizning tehdidimiz bor, biz tehdid ostida, shuning uchun qarshi qilyapmiz deb xalqimizni, 2 million xalqimizni irqiy qirg'inchilikni mashrulashtirish uchun, qonunlik uchun, komplan etish uchun, sulash uchun, nim qilish uchun, bostirish uchun, qul qilish uchun shuni bana qildi. Va texma hamda bana yangi bir bana kerak, tamomlik bana kerak. Shuning uchun ma u yanni o'ynaydi.
en xatarlik yeri bununki bu chet eldeki biz için nima için bu xatarlik desek, hem de anığı bağlaydı yakında ama uyandığı köz bağlaş niyeti var. ISIS'ga ağını bağlaydı o. Bağlagan eкен muşu barlık bulu bizninki armiyasımız akçı dep Xitayninki siz bəgən muşu qalçılar qarşında dep nim qıysak. Xitay deydi o mana palançı teşkilat, bukunçı teşkilat, ma gariptiki teşkilatlar Amerikaga, Avrupa devletlerine deydi. Sen ma Çin'i kollaydıgan, ISIS'ni kollaydıgan, ISIS bilen münasebeti bar teşkilatını kollaydıganlar, terörçiliğe yol açıp varsan, sen Çin'i kollayacaksın dep ulug besim saladı. Onun dikin ula bizninki bu chet eldeki Şarkı Türkistan müstakillik hareketi için yapayotgan faaliyetlerimizni mecburi tusaş üçün, burmalaş üçün, yok kılış üçün hareket kılıdı o. Çünkü Xitay değil o, mana Pakit mana. Ammasını Xitay torulda söz degenden ammasını Xitay apırdı bunun aldığa. Bu garip istihbaratların aldığa. Meyli FBI bolsun, meyli başkasının aldığı bolsun deydi mana. T teşkilatını kollavatkan mana bu içilini sen neymiş kılavatsı dep sen bulga üzanın devletin T'ni nim kılavatkanlığı ruhsat berevatsı dep anda nim kılıdı. Ve bula bizning müstakillik hareketimizni şunun bilan tamamen yok kılış için bir suikast nazariyası var bir yerde. Şunun için biz izchilning yazı bu uyangı dep qarshi turishimiz şu. Bazı deyiş mümkün bu İslam hareketini T teşkilatının Amerika çıkarıp etti dep. To'g'ri, Amerika atalmış İslam hareketi degan narsani chiqarib etdi. Çünkü nima uchun chiqarib etdi? Çünkü biz o İslam hareketi degan biznes yok. Kadar biznes yok. Xitay oydurup çıkan narsa. Umumiy Sharq Turkiston mustaqillik hareketini burmalash uchun qarlash uchun chiqargan narsa. Shuncha hatta bizni Sharq Turkiston milliy hareketini va surgun hukumatini şu ETIM dep nim qildi o Xitoyniki shu vaqt bayonotchi 2019-yilda biz nimani o'tirib Kaplanning nimasini o'tirib qo'ygan vaqtda. Undan keyin biz bu Amerikalıqmı biz bundan narsani qo'llayolmaymiz deb undan keyin yo'q Pakitni o'tirib qo'ydik. Bunda biznes yo'q. Ammo uni chiqarib etgan bilan hozir tordan izlab baqsanglar bo'ladi. OFAC, Treasury Department'ning Office of Financial Assessment and Control deydigan bir idorasi bor. Uniki T teşkilat tizimliqida şu Sharq Turkiston İslam Partiyasi atalmış Türkiston İslam Partiyasi deb tizimliqda bor. Hozirgacha buni ne chiqatim şu nima qilganligimi mushuni atalmış yoshlar paqchi ko'kshi deganlar nim qilib sen armiyasimiz qarıştırdın anda qilding manda qilding deb ularni yo'llab berdik shu vaqtda mana uyan sen uyanga chirib ketib borsa bir aqlingni ishlat buni qo'llab qolsanglar butun davoni yo'q qilgan bo'lsa desak unimidi chunki vazifalik bular shuning uchun ani qo'llasanglar beyada yani şu nimisi bu Garip'teki devletlerde yani şu tizimlik hiç kim degende şu tizimlik çigizip koydu silene teşkilatının nimalarını şahs nimisde küzütüdügan nimiga küzütüşnimiga çigizip koydu o. Andan keyin ISIS'ga bağlagan deykilam ala atögün biz ISIS ketilip ketdik yoki biznes dep sarang biznesini dep жүрсө Xitoy bu muhakkak bildirdi. Şu yani oynayotganlar şunu şu suikast nazariyasi bor. Nim qilsinlar aşını bizniki armiyasimiz yoki aqchi ko'kchi bu bizga vakillik qildi u bu deganlarning hammasini yo'q aşılarni shunaqa bog'laganlar o'zingni shu ISISga bog'lab olgandeklar bo'lsizlar. Davoni ISISga bog'lab olgandeklar bo'lsizlar. Buningdan nim qilishinglar kerak aziz qarindoshlar. Bu suiqastdan o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Bu uyan aziz qarindoshlar. O Pakistan'da o'ziniki tunji videosini ko'ranglar bo'lmasa shu vaqtda. Shadaydi, eni bizniki nishonimiz Hasan Maqsum bu İslam partiyasini qurish nishoni Sharq Turkiston mujohidlarini xalqaro mujohidlar qo'shiniga mahkam bog'lab xalqaro kofirlarga jihad qilish deydi. Xitoydagi biznesi yo'q bu yerda. Xitoyni Sharq Turkistonni Xitoydan ozod qilamiz degan biznesi yo'q. Bütün davasımızda şu Xitoyninki davamlıq nim deydi o. Bular şu tiği bağlaqlıq, bu Sharq Turkistonchilarning hammasi şu xalqaro tiğlik bilan munosabati bor deb
bizni qaralash uchun tirishdi go. Shuning shu destek berishdan boshqa narsa qilmagan bo'lamiz. Aga nim qilishing kerak aziz qarindoshlar. Agar sizlarni birsi bo'libmi Turkiyadagi va boshqadagi qarindoshlar, agar sizlarni majburiy Suriyaga ya boshqa yoqqa yo'llaymi desa, diqqat qiling aziz qarindoshlar. Dushmanninki qiltaqlarga tushmanglar. Tushib mana bugungi bu irqiy 10 yilning yoz davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik sabab bo'ldik aziz qarindoshlar. Shu tushganlar, u yanga mayli bilib tushgan bo'lsin, bilmay tushgan bo'lsin. Ko'pinchilar u yerdagi, yana deyman, bu ko'pincha mujohidlarning mayli Suriyadagi bo'lsin, mayli boshqa yerdagi bo'lsin, ko'pinchilari shu oddiy askarlari ular mencha ularda xatolik yo'q. Shu azib ketgandan boshqa narsa emas. Şu düşman istihbaratları xalqimizni aldash o kadar o'ng'ay ya. Shu aldanib ketganlar. Ammo 5'indikilar, shu 5'dagi atalmış qo'mondonlari hammasi nima? Shu Xitoyninki va Xitoyninki Xitoy bilan hamkorlik qilayotgan istihbaratlarninki kontrol ostidagi kishilar. Shunchalik deyim bu yerda ehtiyot qilaylik aziz qarindoshlar. Dushmanninki suiqastiga o'yallarga dastlab ketmayli. Rahmat. Tafsili tushuntirib berdingiz. Amaliyotda bu fikr chiqqandan keyin biz buningga inkos qaytarsak, bizning butun tor dunyosidagi nihoyat vijdoni qaynab turganlar bunga diqqat qilolmay qoldi. Endi bu siz deganingizdek unda oddiy ish emas. Xitoylarninki izchil bizga qilayotgan istihborot o'yini su uxlaydiki, Xitoy uxlamaydi, dushman uxlamaydi. Bunda ahvol ostida biz ularning har bir qiliqini, har bir to'ziqini bilib turishimiz va ichib tashlashimiz kerak. Bu qilayotgan hukumatimizning bu qilayotgan ishiniki bo'libmi sizningki ahamiyati nihoyat zo'r. Endi men buni xulosalab boshqacha gap qilishni xohlamayman, chunki Salih Xudoyor afandim buni beshidan bog'lab aytilib, bu o'yinning qanday mengayotganligini o'tirg'a tashlab berdi. Tor dunyosida bizningki hozir insonlarimiz oddiy ko'zi ko'ringan narsani kichkina anglab tashlab o'tadigan, boshqa narsalarni vaqt ajratolmaydigan bir xil odat bor ekan. Amaliyotda bir narsa o'rganaman desangiz qarindoshim, bizning bu programmada bo'lib Salih Xudoyorning hozir so'zlagan narsa hargiz ortiq kelmaydi. Necha qatim anglasangiz, buningda siz necha 10 yil o'rgangan narsani o'rganasiz. Nemishqa deganda biz to'liq uchurga erishamay, ziyolilarimiz tomonidan xato yo'lga boshlanib mishak kelgan. Vijdonimiz pokdi, ammo aql sap bo'lish kerak. Agar aqlimiz sap bo'lmasa, biz Xitoyninki ketminni chopadigan odam bo'lamiz. Shunga har qatim Salih Xudoyorninki mushta programmamizda tarixdan misollar va amaliyot bo'layotgan ishlarni bir-birlab o'tirib tashlab bir qiyinni va o'qigan kitoblardagi bilimlarni bizga deb bergan vaqtda oldi bilan anglang, kallangizni ishlating. Agar kallangizda o'tmasa, biz ochiq hammanglarga biz munoziralasak, fikrlasak bo'ldi. Hammanglarni Amerikadagilarni yakshanba kundagi namoyishda ko'rishga intizormiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashdi. Bugungi programmamiz uchun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat Salih Xudoyor afandim. Sizga rahmat. Hammanglarga Alloh emanet. Xayr.